Qizlar mana bu birinchi stolim, ikkinchisi narigi tarafda. Bu hunarmandlarning qatori. Boyagi joy mahallalar aro yarmarka edi. Bu hunarmandlarning orasida yarmarka. Mana to'quvchilar, ko'ringlar, nimalar bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Birga edik, ha, shunaqa. Kichkinasi 60 ming, kattasi 120 ming. 110 ga beraman. Nima ekan bu yerda? Такой чистый, да, он бывает? Bu stikldan qilingan buyumlar. Ro'mollar sevuvchilar uchun ro'mollar. Har xil. Ko'ryaptimi yo'qmi qizlar? Chablikda. Qo'g'irchoqlar. Chiroyli. Uzuklar. Хотите, вон воду положите и пейте. Воду положите, там получится. Воду попьете. Milliy kiyimlar, milliy kostyumlar. Oho. Mana ijodimdan bir namuna. Assalomu alaykum. To'qilgan, tikilgan, aralash. Kravatchasi yo'qdi. Qizlar bitta qo'lim zaynat, qo'limda narsalar bor. Shuning uchun pauzaga bosmasdan olaman. Sabr qilib tomosha qilasizlar. Mana qanaqalar yaxshi ko'raman. Qaranglar qanaqa yog'ochdan qilingan. Har xil narsalar. Kopilka, панно, har xil lineyka. Все можно найти. О. Так, блокнотики, картинки. Zo'r. Qo'lga taqadigan brasletlar. O'zimni joyimga kelib qoldim почти. Tak. Bu ham yog'och o'ymakorligi. Menga qorong'i bo'lib ko'rinyapti, bilmayman qanaqa ko'rinyaptimi. Mana ikkinchi stolim. Deyarli bo'shab qoldi bu ham. Bor narsalarim shu. Bu yerdagi boshqa stolimda hali bor. Barter qilishga keldim. Samarqand shahar yoshlar markazi binosi yonida. Hunarmandlar uyushmasining ko'rgazmasi. Bu mani qizim.
Bu bizada qolgan narsalar. Ertalabdan beri tinmay narsa sotdik. Mahsulotlarimiz ketdi. Bu yog'och o'ymakorligi. Ism yozilar ekan. Mana ismim yo'q, naverma. Shahobiddin Shohista bor ekan. Meniki yo'q. Sizlar mana o'zim ismimni topdim, ko'rinmayapti. Menga quyoshdan mana. To'liq ismi bo'lmasa ham, yarmi bo'lsa ham bor. Xursand bo'ldim. Tak. Самолетик bor ekan. Какие-то фигурки. О, вообще красота. Машинка. Супер. Знаете, 10, 25, 25. Привет. Ham, naверное. Singlim biza olmay qaytamiz. Yo'q, siz olmayapsiz. Mahsulotlarni faqat. O'zim kanalim uchun. Rahmat. Pechenka bor ekan. Кроватчаlar, divan. Вообще красота. Besh pulida bo'lsin. Uzuk. Birdan 100 ming tashladingiz, yana Birdan birdan 50 просто bu kishini men bilaman-da. birdan 50 ming yana tashlang, yaxshi bo'lib ketadi. Yo, normal. Kamgina tashlang. Окончательно? Они по 150, я по 100 даю. Я уже научилась. Смотрите, какие роскошные училки. Тоже в ташкентскую машине ехать или бегать нашла? Магнит. Хай, не поедем. Я ради него и собралась на ташкентскую. Я пойду куплю все-таки вот эту. Кого? Да, я никак не... Так, ro'mollar. У него Ты меня так щупаешь, у меня аж это... Мурашки по коже. Нет, я это сама уже видела. Это если будем прощаться. понял. Если будем как с Заринкой прощаться, не дай бог, тогда придется. Тут красиво. Это для меня Две Сарва, водолейки, это я суки. Харуаева. А ты что, Сарва? Так фиолетовый тоже мой камень. вообще. Непонятно, блядь, по мне. Нет, тонкости, как у сорок есть. Qaynoq, горячий. Все, на улице, они чистые, они блестят как эти. Зеркало. Vau. Так, а где прям натуральные? Все натуральные, синтетика нет у нас. Bizlar telefonim qizib ketdi. Siz tomoshabinlar, mana chexolini yechib oldim. Endi dальше ketamiz. Qo'yinlar sotib ketdi, gullar ko'paydi. 25 ming shuni. 35. Hı.
kanalimga qo'yaman. Chiroyli narsa. Ну, погоди, бурсы. Mana yana qo'g'irchoqlar. 15 milim. Bu yerda bor 15 milim mayda. Mayda. Salafan bor. Ha. O'da paket. Qo'g'irchoqlar kattasi. Shundaki shisha barchalar bilan, olovlar bilan, otashlar bilan o'ynab birga tomoq ko'rsatib borsa. Abdulazjon Polvon xizmatlar bo'ladi. Hali bitta kunroq sarchaygan davromizga o'tkazamiz. Bir mahlar bilan tomosha ko'rsatib borsin. Buni tomosha qiling. Qo'llarda 100 mahlar. Buni 120 mayda bo'lmaydi. Buni 100 mahlar to'g'ri. Eng murakkab Bunaqa tomoshalarni ko'rishni yomon ko'raman, to'g'risi. Aziz tomoshabinlar, ikkita mixni olib badaniga suqarkan. Bunaqa narsalarni ko'nglim yo'q tomosha qilishga. Atirlar. Hozir почти peshin bo'lib qoldi. Soat 1dan 22 daqiqa o'tibdi. Bog'da, ya'ni parkda, Alisher Navoiy nomli parkda faqatgina hunarmandlar uyushmasidan bo'lgan ijodkorlar, hunarmandlar qolishgan. Mana bu yerda mahallalar stollari joylashgandi. Ular o'zi yig'ib ketishgan. Hozir faqat hunarmandlar uyushmasidan ishtirokchilar qolishibdi. Mana bu yerda gullarni sotishayotgan ekan. Hamma tam olib o'tiribdi. Ko'pincha bu yerda talabalar, o'quvchilar, narigi tarafda ham talabalar, o'quvchilar, oliy o'quv yurt talabalari va maktab o'quvchilari, yuqori sinf, o'rta sinf, xullas hamma yoshlar shu yerda. Hozir men o'z o'rnimga ketaman o'sha. Chunki videoga ertalabdan kelganda olish kerak edi. Shunchaki tayyorgarlik bilan ulgurmadim, to'g'risi. Qo'lga telefon olishga vaqt bo'lmadi. Xaridorlar tinmasdan kelishdi. Shuning uchun ulgurmadim. Allaqachon stol-stullarni yig'ib, boshqa ishtirokchilar ketib qolishibdi. Chunki juda ham quyosh tikka anaqa qilyapti.
quyosh nurlarini sochib turibdi, shuning uchun hech kim dolga o'tirmayapti uzoq vaqt. Hozir bizani o'tirgan joyimiz soyaboni borligi uchun, salqin bo'lgani uchun bizni qator hali ham o'z ishini davom ettirmoqda. Ranglarini qaranglar qizlar, qanaqa chiroyli. Демир? Ой. Смотрите на ту сторону. Пошли. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Buncha yoqimli to'y. Chiroyli. Baribir bu mehnati boshqa. Sizlar ko'rib turgan bo'lsanglar, Samarqand shahrida qo'g'irchoq, tikilgan qo'g'irchoqlar biznesi juda ham rivojlangan. Shuning uchun ko'p joylarda tikilgan qo'g'irchoqlar bor. Mana yana xaridorlar kelibdi biz stolga. Shu bilan videoni tugataman. Ovozim eshitilganmi, eshitilmaganmi, keyin baribir montaj qilaman. Ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.